Assalomu alaykum. Abduqodir Husanov haqiqatan ham o'tgan oydagi o'yini tufayli bu e'tirofga loyiqmidi? Bugungi videoda mazkur savolga javob topamiz. Jurnalist uni dunyoning eng yaxshi klublaridan birining talablariga moslasha olgan haqiqiy jangchi deb atadi. Bu fikrga Husanovning fevral oyida Manchester Cityning turli turnirlardagi 5 ta uchrashuvda qatnashgani asos qilib olingan. Yaqinda himoyachi sifatida to'p surayotgan o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov Angliyaning Manchester City klubining 2025-yil fevral oyidagi eng yaxshi futbolchi unvoniga sazovor bo'ldi. U o'zining Telegram kanalida post e'lon qilib, ushbu voqea haqida o'z fikrlarini bildirishga qaror qildi. O'zbekistonlik yosh futbolchining Angliya Premyer Ligasida bunday muvaffaqiyatga erisha olganining o'zi shov-shuvga sabab bo'lmoqda. Troitsky o'z sharhida Husanovning fevral oyining eng yaxshi futbolchi sifatida tanlanishi mantiqan to'g'ri ekanligini ta'kidladi. Xo'sh, yana kim bu sovringa munosib edi? Balki jamoaning mashhur yulduzlari, masalan, Kevin De Bruyne yoki Erling Haaland. Jurnalistning fikricha, bu nomlar unchalik sovringa loyiq emas va Husanov esa ulardan pozitsiyadagi ishonchli o'yinlari bilan ajralib turdi. Aleksandr o'zbekistonlik himoyachi Manchester City'dagi faoliyatining boshida qiyinchiliklarga duch kelganini esladi. Masalan, yanvar oyida bo'lib o'tgan klub safidagi ilk o'yinida Husanov bir qancha xatolarga yo'l qo'ygandi, biroq o'sha o'yin fevral oyidagi statistikaga ta'sir ko'rsatmadi. Shuning uchun bu o'tmishda qoldi. Trayngan boz ustiga u hatto bitta gol ham urdi. Bu himoyachi uchun juda yaxshi natija. Bu ko'rsatkichlar uning oyning eng yaxshi futbolchisi sifatida tan olinishiga asos bo'ldi. Manchester City juda raqobatbardosh klub bo'lib, unda jahon darajasidagi yulduzlar to'p suradi. Shunga qaramay Husanov o'zini ko'rsata oldi va yuqori baho oldi. Aleksandr Troitsky Telegram kanalidagi postida bu yutug'ini munosib deb bilishini aniq ta'kidladi. Shuningdek, u bu tanlovga shubha qilayotganlar shunchaki jamoa o'yinlarini diqqat bilan kuzatib bormasliklariga shama qildi. City oxirgi o'yinini Angliya chempionati 28-tur doirasida safarda Nottingham Forestga qarshi o'tkazib, kichik hisobda mag'lubiyatga uchradi. Biroq Husanov ushbu o'yinda jamoasining eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'ldi va hisobni yiriklashib ketishini oldini oldi. Nima deb o'ylaysiz? Husanov Cityda mart oyining ham eng yaxshi futbolchisi bo'la oladimi? Bu borada izohlarda fikringizni yozing. Abduqodir Husanov haqidagi qaynoq videolar uchun esa kanalimizga obuna bo'ling.